Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Xudo xolisa Andijon Zibosgandagi ishimizni ham o'z yakuniga yetkazdik. Kech bo'lsa ham sizlarga chiroyli qilib obzorni qilib berishga harakat qilamiz. Bu yerga biz 6 ta eshik, 2 ta rom o'rnatib berdik chiroyli holatda. Krashinli bo'ldi. Ustida salafanlar turibdi. 08 lik MDF bo'ldi. Krashinli jemshik sepilgan eshikdan bo'ldi. Xudo xolisa 08 lik MDF da arqa atkozlari bilan birga bo'ldi. Hammasi oynalari bilan orqa nachka, atkoz yaxshi zamoylarda hozirgi kundagi eng trenddagi fasonlarda bo'ldi. Xudo xolisa zamoylari ham o'ziga mos qilib chiroyli qilib qo'yib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdan nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'yicha o'rnatib berish xizmatlarimiz bor. Butun O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlarimiz bor. Xudo xolisa kimga shunaqa chiroyli eshiklar, chiroyli romlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Buni ham bir akamizga o'rnatib berdik. O'sha yerdan ko'rib zakaz qilibdi. Xudo xolisa chiroyli holatda chiqdi. Parketlari bo'lgandan keyin ham bir chiroyli qilib sizlarga obzorlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Yoqsa like bosib qo'yasizlar, kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildirib o'tasizlar.